massa olishga qiynalayotgan bolalar diqqatiga, demak hijoma massa olishga juda ham yaxshi foyda beradi. Hijomani asosiy bu yerda ishlaydigan joyi bizda tanada o'sha yeyilgan hamma ovqatlarni muskullaga olib borish qonni vazifasi. Demak, qon yaxshi aylansa, muskulla to'yib oziqlanadi va yeganlarimiz hammasi shu muskullaga yetarli darajada maksimal yetib boradi. Shuni hisobiga vez olishimiz va vez haydashimiz tezroq bo'ladi. Demak, hijomaning foydasi juda ham zo'r. Albatta shu bemorimiz o'zida 5 oy oldin hijoma qilingan tepa qismiga vez olishda juda ham katta foyda bo'lgan bularga. Sababiki o'sha o'zi jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullanadi. Tana mushaklarini o'stirish bilan har doim albatta zalda bo'ladi. Bundan tashqari o'sha kerakli pitaniya, oziq-ovqat yetkazib boriladi. Demak, hijoma qilingandan keyin bular o'zida juda ham sezilarli darajada vez tez oshishini kuzatib qolgan. Demak, tavsiya beramiz. Respublika bo'yicha eng arzon hijoma tochkasi atigi 10 ming so'mdan faqat bizada.